Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainani Miratvorets agentligining so'nggi xabarlariga ko'ra 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi Rossiyaning Belgorod shahri osmonida g'alati, aniqrog'i meteorit iziga o'xshagan nurlar ko'rinish bergan va bu bir pasda barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan. Hali tasdiqlanmagan 5-oktyabr kuni tongi soat 5:00 dagi Miratvorets agentligining taxminiga ko'ra, bu Rossiya qurolli kuchlariga qarashli Peresvet harbiy lazer kompleksi qo'llanishidan keyin qolgan izlar bo'lishi mumkin. Sababi Rossiya tomon, xususan Vladimir Putin 21-sentyabr kuni o'z chegarasi daxlsizligini saqlash maqsadida Rossiyada bor bo'lgan barcha qurollardan foydalanishi mumkinligini bildirgan. Shu boisdan Miratvorets agentligi Belgorod shahri osmonidagi bu izlarni hali eslatganimizday Peresvet harbiy lazer kompleksi qo'llandi deya taxmin qilmoqda. Ammo hali Ukraina tomon ham, Rossiya tomon ham samodagi bu izlarga hech qanday izoh berganicha yo'q. Kommentariyada turli ig'volarga to'la izoh qoldiradigan muxlislarimiz diqqatiga yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu 5-oktyabr kuni tongi soat 5:00 dagi Miratvorets agentligining xabari. Endi taxminiy xabardan aniq xabarga o'tamiz. Polshada 5-oktyabr kuni Vladimir Putin allaqachon Ukraina Respublikasining prezidenti deya e'lon qilingan. Bu gapdan Polsha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hokimiyatdan ag'darilib, uning o'rniga Putin o'tirdi yoki Ukrainani Putin to'liq qo'lga olganini tasdiqladi degan xulosa chiqarish xato. Nega deysizmi, izoh beramiz. Gap shundaki, Polshaning Polsat telekanali 5-oktyabr kuni o'zining tongi xabarlar dasturida Vladimir Putinni Kreml tashqarisida konsertdagi nutqini olib ko'rsatgan va unda Vladimir Putinni Ukraina prezidenti deya qayd qilgan. Bu shov-shuvli xatolikka esa Ukraina prezidenti ofisini nomi hech qayerda qayd qilinmagan soxta maslahatchisi Aleksey Arestovich izoh berib, Polshani bu turdagi xatolari ikki davlat o'rtasidagi yaqin aloqalarga putur yetkazishi mumkin degan. Mavzuni esa Sloveniyani rasman Yevropa ittifoqini va butun g'arbni g'arbcha madaniyatiga, agar uni madaniyat deyish mumkin bo'lsa albatta, qo'shilgani bilan bog'liq tasdiqlangan xabar bilan davom ettiramiz. 5-oktyabr kuni RBKning xabar berishiga ko'ra, 4-oktyabr kuni Sloveniyaning parlamenti o'zining qonunchilik tarixida jiddiy o'zgarishga qo'l urib, erkak bilan erkakni va ayol bilan ayolni turmush qurishini o'z hududida qonuniylashtirgan. Ya'ni bundan buyon Sloveniyada erkaklar bilan erkaklar va ayollar bilan ayollar turmush qurishi mumkin. Yetmaganday bu o'lik miyaga ega Sloveniya parlamenti 4-oktyabrdan o'sha bir jinsli kishilar oilasiga bola olib saqlash huquqini ham bergan. Nima ham deyish mumkin, ruhan nosog'lom va fahshli hayotga xush kelibsan Sloveniya. Endi esa Saddam Husaynning haykallarini o'z qo'li bilan ag'darib, Qo'shma Shtatlarga qo'shilib uni o'limini bayram qilgan Iroq aholisini qo'llarida Saddam Husaynning portretlari bilan Bag'dod ko'chalarida ko'zlarida yosh bilan namoyish o'tkazgani haqidagi sensatsion xabarga to'xtalamiz. Eronning IRNA axborot agentligining xabarlariga ko'ra, 4-oktyabr kuni Bag'dodda Iroqni amerikalashgan, aniqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan boshqarilayotgan hukumatiga qarshi o'ta yirik namoyish boshlangan va unda ishtirok etgan 10 minglab aholi Bag'dod ko'chalarida qo'llarida Saddam Husaynning portretlarini olib, bizga Saddamni qaytarib bering hayqirig'i bilan parlament tomon tinch yurish qilgan. Bu borada Iroq aholisiga aytiladigan bir dona gap qoldi xolos. To'y o'tdi va endi xina boshqa joyga yopiladi. O'sha qonli to'yni esa Oq uyni o'yiniga uchib o'zingiz tashkillashtirdingiz. Shu o'rinda Yaponiyaga ballistik raketa uchirgan Shimoliy Koreyaga, Yaponiya chetda qolib, Yaponiyaning haqiqiy sohibi Amerika Qo'shma Shtatlari javob raketalari uchirgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Seulning Yonhap agentligining o'z tasdig'ini topgan xabariga ko'ra, 4-oktyabrdan 5-oktyabrga o'tar kechasi Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya tomon yer klassidagi 4 ta raketa uchirgan. Yonhapni qayd qilishiga ko'ra, Shimoliy Koreyaga uchirilgan raketalardan biri Atacms bo'lib, u otilgan zahoti samoga ko'tarila olmay portlab ketgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.